Hay to'xta. Bu siz bundan ham ketmoqchi bu nima qilganingiz? Uydagilarning oldida qanday turdi o'ylab boqing. Ozroq uni yuzini qilib qo'ysangiz bo'lmamdi. Yuzingizni qilmadimmi? Sizdan qilmadimmi yuzingizni? Voy, mening tuqqanlarim ajrib ichini saqlab qolsa, siz shunday olib ketmoqchiman. Yuzingizni qilmadimmi bu chaqqicha? Uydagilarimiz nima deb shuni qilib keldim? Shaharning markazining uyi olsin dedinglar. Yana 100 milliondan yuqori to'ylaq oldik. Yana qancha qilib bersak bo'ldi yana? Mushunchalik qildim, men buni hammasi sizda qilyapman necha vaqtdan beri. Voy, men ashuncha qilishingiz arzimamdi sizningki. Mening adashlarimning aylar shunda aptikan, mashina aptikan, aytgan 500 ming pound uy aptikan. Arzimaysiz emas. Sizni deganligim uchun nurg'un ishlarga chidab kelyapman. Men bu maktabdan o'qish bitirib kelib, xizmatga chiqib uydagilarga hech qancha ish qilib bermadim. Mana topgan tagirimning biriga qo'shib, uydagilar qo'shib hammani mush to'y uchun ishlatyapmiz hozirmi? Bu hozir bayoqning hammani to'kayotgan bilan to'ydan keyin yana hammamiz aqqa chiqib qolsak bo'lmas yana. Bu deganingiz bu to'g'ri. Avval bu ishlarni bir tugatib olsak, keyin kishilarni keyin desak bo'lmamdi o'ylab baqa. Keyin kishilarni keyin deyishimiz degan bilan Arkadaş bu, nima bo'ldi bu cho'ng yo'llab gapda qolish ketibsizlar bu. Yaqay boshqa ish emas, hozir shu savdo saroyini aylanib, qanday o'zingni mangdanli bu kipapsizlar? Navrakam o'sha yaqindan bir eslatib olgan, uzun bo'ldi yo'qlab kelarmigili. Hozir so'g'sizlarni elib yo'qlab keldim. Bu nima mangdan sovg'atlarni kattig'i? Arkadaş. Endi adaş o'zingmi bilasa, navrakam to'y qilg'ili 10 necha yildan oshdi. Ayolni necha qitim tekshirtib, davolatib, hozircha prezidentlik bilanmidi. O'zingni tekshirib baqqin desak, ochiq keldi ekan. Shunga mana Xinjiang tib vizal biopentexnik shirkatininki hayoti urug' shaqaqil yurishligini mung so'g'at qilay deb aytmoqdim. Buni nurg'un yaqinlarim ishlatib, mas kelib unumini ko'ribdi. Balki mas kelib qolsa ajib emas. Ha, bulapda doğru ekan bu ya qanda? Ya doğru emas qardash, bu tabiiy uzuqlik ekan. Endi anda bo'lsa, shu malni satgan maslahat bir qalin numarini bir deb qo'yinglar menga bizniki boshliqqa men bir apropriy ma'nodan. Hamma xullas 159 9904 0005. Mush nomerga telefon qilsanglar maxsus shuning uchun maslahat beradigan odamlar bilan aloqalasha olasizlar. Ha, bulapda anda bo'lsa, senimi yo'lingni qilib qo'ymay baka. Senmi yo'lingga meni yuvagan, bizmi ishni bir tugatib, asta qaytiladash. Men ish qilganlar men hukumatdan bir ishonib dedi. Yo'q, damas, men maslahat to'g'riliq azaq paranglashib qolgandik. Bo'ldi ya, day sizlar ishlarni qilaveringlar, men yo'limdan qolmay bosh vaqt ko'rishaylik. Ha, ma'qul adashamiz. Ma'qul. Qanday qilmasa kishi ketilma. Agar bugun bundan ham kiritgan bo'lib qolsin, bo'ldi ishimiz shimshay to'xtab qolsin. Men bir şey yenip chiqqanda qarang. Men yenip kishib, ya'ni yarishib olaman degan xiyolni qilib qolmagan qat'iy. Endi bu narsalar kelsak, men bu qarindoshlarimga, ota-onamga hech narsa apirib boqmabdim. Shu bu uzuqlarni men uydagilarga apirib beray. Buni demsa, sizmi qaytib qiling. Hay bu to'xtang.